Bayam men sizden sorğanda mening ismim Buxalcham. Men 55 yosh deb javob bergandingiz. Qayta so'rayapsiz kulib chandırıp men. Siz bayam 55 yosh bo'lib qoldingiz. Ismingiz Buxalcham bo'lib qoldi. Anda bo'lsa hozir hammaning asli ismini bir so'rab baqay, joyiga kelsak bo'lmaydi. Ismingiz, haqiqiy ismingiz nima? Güldiyar. Güldiyar necha yosh? 24. Yaxshi ya. Butunlay gipnoz buyruqlari sizniki bekab bo'ldi. Siz nihoyat rohat, erkin holat ketdingiz. Sizmi hozir ismingiz? Faxriddin necha yosh? 17 yosh Faxriddin, ha? Aslilik olib qaytdi. Sizniki gipnoz buyruqlari butunlay bekab bo'ldi. Sizning ismingiz? Abduqadir. Abduqadir necha yosh? 25. Abduqadir 25 yosh. Qulingizga nima? Olma bilan aptisini paxtalaydigan bo'ldingiz, ha? Nihoyat yaxshi. Sizning ismingiz? Muqaddin. Siz qulungizdagi yeginingiz hozir qismi o? Siz piyozni olma deb yeb baqqan vaqtlaringiz bormi? Tang? Tang degan nima? Yaxshi ya. Sizniki mo gipnoz buyruqlari butunlay bekab bo'ldi. Olma bilan piyozni paxtalaydigan bo'ldingiz. Aslilik altınız qaytdınız, ha, nihoyat yaxshi. Siz 3 yosh altыңызdan hozirgi altınız qaytdınız. Bugan bir to'y qatnashib baqdingiz, qatnashib baqmadingizmi? Aras so'rab qaysiz o'ylanganmi? Yo'q. O'ylanmagan? Rasmiy yolg'onmi? Bir to'yga muborak deb bir naqshni bilamsiz, bilmamsiz? To'y naqshini bilmayman. Hozir aytib beralamsiz, usul o'ynab. Hozir naqsh aytib beralamsiz, shu to'yga muborak degan naqshga aytib, ko'zingiz uchuq ham yumuq usul o'ynab beralamsiz. O'ylasam da bilmayman. Nihoyat yaxshi ya. Sizga nihoyat rahmat. Siz bu yoqqa chiqing. Ko'zoynak inimiz. Siz bu yoqni tunamsiz? Ko'rganda qilgan, ko'rgan ikimiz tunishib ketmaymiz. Bir to'y qatnashib riyosatchilik taklif qilib baqqanmi, qilib baqmaganmi? Sizmi biror odamni riyosatchilikka taklif qilib baqqanmi, qilib baqmaganmi sahnaga? Men riyosatchi deb baqqanmi, deb baqmaganmi? Bu yoqni tunamsiz? İsmini bilamsiz? Niyat to'xta. Hozirgi ismi Lutfullo shunaqa. Burun tunimaytdingiz. Ham hozirmi kirib baqqandek is qiltamsiz qilmadingizmi? Riyosatchilik bir yak taklif qilib baqqanmi, qilib baqmaganmi? Olmani yeb bo'lib siz birasini riyosatchilik taklif qilib baqqanmi? Siz qiling. Siz birasiga riyosatchi bo'lib berdingizmi degan? Kimga? Tunamsiz, tunamamsiz? Yeni o'tib turing. Bir ishxona ishlagan ekan, ko'rgan ekan. Bir ishxona ishlaysiz, ko'rgan. Ismini bilamdingiz? Ismini bilmayman. Bir sahnaga riyosatchilik taklif qilib baqdingizmi? Lekin bugun shunda qildingiz. Hem to'yingizmi bo'ldi bir qatam. Hem usulmi o'ynadingiz, to'yga muborak deb naqshim etdingiz. Esingiz bormi, yo'qmi shu ishlar? İnkasımga bir narsani ta'sir qilayotganini bilmayman. Lekin hareketimni kontrol qilaman. Yaxshi, yana bir so'rab baqsam, bayam bir yeringiz og'irdimi, qo'llaringiz bir ya? Yo'q. Bilingizni uchun qarab baqay, o'ng bilingizni. Bu almani siz aplesin demay alındab bugun yebdingiz. Siz ma piyozni bugun opirib chuchurib yebdingiz. Bir yerlaringiz dedi o'g'andakmi? Nima? Nima sanjiganda qilib turgandi? Jingnidak. Shu vaqtingiz og'riq his qildingizmi, qilmadingizmi? Yo'q. His qilmadingiz. Anda olsa şu jingnilarni aklaylik. Bu ham biz xaltisdan ajirtib dezinfeksiyalangan bir doktorxonada asma kulga ishlatadigan bir jingnini mishani chiqirib turib sizning qo'lingizga sanchidim. Ammo siz og'riq his qildingizmi, qilmadingizmi? Hozir sanchib baqay qo'lingizni chiqaring. Hozir bir sanchib baqay. Qo'lingizni chiqaring. Og'riq beka sanjig'anni qo'yib eybildi. Ammo bayam sanchsam gap qilmay tursiz-ku. His qilmabdimi? Faqat og'irmadimi? Yaxshi ya. Bu yoq jingni sanjig'anim sezmabdi. Og'riq sezgusi butunlay yo'q edi. Ham tam sezgusi qana bo'ldi. Tam sezgusimi farq etmaydigan holatga yetdi. Bu yoqmi tam sezgusi
yuqudi ham butunlay farq etmaydigan holatga yetdi. Anda bo'lsa, men bu bayam ep bağan barlıq maharetlerinin hammasini, texnikalarning hammasini sizlarga qaytadan yangi boshdan nazariyasini birdan tushuntirib qo'yman. Anda bo'lsa, sakindagi barlıq fidoyilarga ko'pdan ko'p rahmat. Ham bayam sizlar sakniga tushib, nima ish qilganliginglarni tuvandikilardan so'rab baqsanglar bo'ldi. Anda bo'lsa, sizlar ko'pdan ko'p rahmat. Har qaysinlarning menga yaqindan yordam qilganinglarga rahmat. Anda bo'lsa, ko'pchilikninki tuvanga chiqib, yana davomliq qolgan texnikalarni ko'rishinglarni orzu qilaman. Almani yerdan